Assalomu alaykum Arasham Barako'z kanali a'zolari. Mana bir Abduxol akam yana bir qo'rasidan отдельный qo'chqor qo'ylarimizni ko'rishingiz mumkin. Abduxol akam o'zi ma'lumot beradi qo'ylar haqida. Assalomu alaykum Arashan suyuvchilar, Arashan ishqibozlari. Bu qo'radagi qo'zilarimiz asosan urg'och qo'zilar bular. Bular sotilmaydi. Endi qo'chqorlarni ko'rsatdingiz, urg'ochlarni qanaqa bergan degan ma'noda. Bular ham shu 10 kunlik, 11 kunlik qo'zilar. Mana masalan, mana qo'chqorimiz, mana qo'zimiz, mana qulog'idagi birkasi. Bu zakatni bolasi. Onu qora birkadagi qo'zimiz, urg'ochi, u monster qizi. Ho'y, sekinroq harakat. Ana shu oldingizda turgan, mana shu qo'zi. Mana shu qo'zi urg'och qo'zi, buni sotilmaydi prosta endi tomoshaga. Mana shu 214 bu monsterning qizi bu, urg'ochi mana garbanos, oyoq qo'li yo'g'onligi mana moshina, to'sh. Monster ana shunaqa kuchli bola bergan, mana razrez, pol razrez bo'ladi, mana oyoqlari yo'g'on kelishgan. Buni ko'rgan odam qo'chqor deb o'ylaydi aslida. Lekin bu urg'ochi. Haqiqatan ham qo'chqor. Endi kimki yaxshi umid bilan, yaxshi niyat bilan qo'y qiladi, Arashan boqaman deydi. Bu yerda asosiy maqsad qo'chqor tanlashda adashilmasa, yaxshi natija erisha olishadi. Barcha shu ko'rib turgan insonlarga tilak qilardimki, hammani qorasida bo'lsin shunaqa qo'ylar. Harakat qilishsa, mana oldingizdagi boshqa mana oldingizda ketdi. Bu monster qizi bu. Ana orqada ketayotgan qora Arashandan tug'ilgan urg'ochi bu ham, mana quloq, bosh, mana hamma tomon idealniy bular. 50 ta desa ham bo'ladi, mana razrezlari chotki. Bu qo'chqorimizni onasi qaysi bir? Bu qo'chqor emas, bu sog'liq bu. Sog'liqmi? Sog'liq hammasi. Qo'chqor. O'sha qora qo'y, o'sha qora Arashanning qorasi o'sha. Mana hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin mana. Bu yerda qo'chqorlarimiz ham sotuvda. Yo'q, bu yerda qo'chqor yo'q, hammasi sog'liq bular. Hammasi sog'liq. Sog'liq bular. Prosta tomoshaga, yo'q, bu sotilmaydi. Bular sog'liqlar. Prosta xo'p, qo'chqorlarni yaxshi beribdi, urg'ochlarni qanaqa berdik degan tomoshabinlarga ko'rsatib qo'yildi bu. Degan savolga javob. Bu endi bahosini ular berishadi-da. Urg'och. Natsenko deydi-ku, Natsenko. Shu devordagi oyog'i yo'g'on ekan-a. Qaysi? Monsterning qizimi o'sha. O'sha monsterning qizi-da, o'sha sapsar birkadagilar monsterning qizlari o'shalar. Baquvvat. Monster o'zi oyog'i baquvvat bo'lgan. Buni oldingi videolarda chiqqan. U men qanaqa bola berarkin deb o'tib, haqiqatan qizlarni ham, bolalarni ham yo'g'on berdi. Zakat qizi ekan mana shu. Bu zakatni qo'chqor. Bitta qo'chqori bor mana shu qo'chqor. Zakatniki. Bu zakatni qo'chqor qo'zisi bu. Mana hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Yaxshi niyatda tomosha qilib, yaxshi fikrlar bildirib, niyat qilganlar qo'rolarda shunaqa qo'ylar paydo bo'lsin.